Mana joriy 2026-yilda pilla hosili uchun G'ijduvon tumanida biz 9869 quti xorij ipak qurtularini 2,5 mingdan oshiq kasanachilar va 3,5 mingdan oshiq 214 ta fermer xo'jaligini zvinolariga tarqatib bergan edik. Tuman markaziy pillaxonasida dastlabki pilla hosillarini aholidan, zvinolarimizdan qabul qilib olishni boshladik. Bu yilda pillachilar uchun Prezidentimiz tomonidan 6 mart 87 qaror bo'yicha har 1 kilogramm pillaga 35% subsidiya berilishi, o'rtacha 1 kilogramm pillaning narxi 40-41 ming so'mdan baholanganda pillachilik zvinolarimizning har bir kilosi uchun oladigan daromadlari 55 ming so'mni tashkil qiladi. Bu aholi xonadonlariga kelajakda katta daromad bo'lib keladi. Joylardagi mahalla hokim yordamchilari, mahalla yettiligi bu yilgi ipak qurti mavsumida mana shu qarordan kelib chiqib juda jonbozlik ko'rsatib ishladilar. Ular pillachilik zvinolarimiz, kasanachilarimiz bilan to hosilni to'liq terib, topshirib, ularni ish haqlarini olib berishgacha birgalikda uzviy hamjihatlikda ish olib boradilar. Men 79-yildan buyon ipak qurti boqaman. Avvalgi ipak qurtlarini boqish juda qiyin edi. Asob bilan boqaydik. Bag'da ham ko'p yerdik, 2 soatga bag tashardik. Shunday ajoyib zamonlar bo'ldiki, Xitoy texnologiyasi asosida kirmay boqishni bizga o'rgatdilar. Avval itay bag dersak, hozir har 8 soatga telefon ostiga boqamiz, 8 soatga bag tashayman. 8 soatga kuniga 3 mahal bag beraman, 1-chi, 2-chi, 3-chi davrlargacha. Keyin hech qanday qiynalmasdan vaqtiga uxlaydi, talofat ko'rmaymiz, qiynalmaymiz ham, o'ynab kulib kirmay boqamizda, balki azob yo'q. Shu kun ham ketirdim, hozir planlarim to'lib o'shdi, Xudoga shukr. 7 xazinani biri bu. Ana shu 7 xazinani birini olib boqinglar, mehnat qilinglar. Samarasini, baraka xonadonlarga qanaqa bo'lishini bilasizlar.